Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Axborot 24 dastur taqdimoti bilan efirda Hulkar Boriyeva. Sport sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishda, barkamollikka erishishda muhim o'rin tutadi. Prezidentimiz tashabbusi bilan jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholini ommaviy sportga keng jalb etish, iqtidorli sportchilarni saralash, seleksiya va tayyorgarlik tizimini takomillashtirish bo'yicha hududlarda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Qarshi shahrida o'tkazilgan Xalq deputatlari viloyat kengashining 18-sessiyasida ham ana shu topshiriqlar, ilgari surilgan tashabbuslar ijrosi, hududdagi imkoniyatlar ko'rib chiqildi. Joriy yilning 7-aprel kuni Prezidentimiz boshchiligida jismoniy tarbiya va sport sohasini yangi bosqichga olib chiqish masalalari yuzasidan o'tkazilgan video selektorda qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi. Shunga asosan Qashqadaryo viloyatida ham aholini sportga jalb qilish, natijador sportchilarni tarbiyalash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha aniq vazifalar rejasi ishlab chiqildi. Sport vazirligi, Milliy olimpiya hamda paralimpiya qo'mitalari tomonidan tashkil etilgan respublika ishchi guruhi tomonidan tuman va shaharlarda o'rganishlar olib borilgani ayni yo'nalishdagi vazifalar ijrosini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Sessiyada sportni rivojlantirish, sohada erishilgan natijalar, mavjud imkoniyatlar atroflicha tahlil qilinib, aniq chora-tadbirlar asosida ishlarni yanada samarali tashkil etish bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Takliflar o'rtaga tashlandi. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida ushbu masala qanchalik dolzarbligini bildik va buni o'zimizni dasturnomani loyihamizni tasdiqlab oldik. Bu loyihada, bu dasturda albatta Qashqadaryoning birorta chekka qishloqlari yoki tog'li hududlardan mahalla fuqarolar yig'inlari chetda qolmadi. Har bir maktab, har bir qishloqda sportga bo'lgan qiziqishni uyg'otish yoki bo'sh turgan va ta'mirtalab bo'lgan mana shunaqa majmualarni biz deputatlar va mas'ullar o'zimiz namuna bo'lib turib shuni amalga oshirishga biz va'da berdik. Mahalla maktab sport muassasasi federatsiya zanjiri asosida aholini sportga jalb qilish va seleksiya tizimini hududlarda to'liq joriy etish, mavjud sport infratuzilmasi obyektlaridan samarali foydalanishni ta'minlash, sport maktablari va ixtisoslashgan sport maktablari faoliyatini tahlil qilib, ularning ish uslubini takomillashtirish va natijadorligini oshirish bo'yicha amaliy choralar ko'rish vazifasi belgilandi. Sessiya davomida 5 tashabbus olimpiadasi, prezident olimpiadasida erishilgan natijalarga e'tibor qaratildi. Viloyatda sport sohasida katta imkoniyat borligi, undan to'liq foydalanish orqali vohalik yoshlar erishayotgan natijalarni yanada yaxshilash kelgusida Qashqadaryodan olimpiada sovrindorlarini yetishtirib chiqarish alohida ta'kidlandi. Mamlakatimizda sport sohasida juda katta e'tibor berilyapti. Xususan davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan xalqparvar, adolatparvar islohotlar sababli sportchilar dunyo arenalarida o'zini ko'rsatib kelmoqda. Oxirgi yillarda sportga beriladigan e'tibor sababli tadbirkorlik sohasi ham sportga qiziqishi ortib bormoqda. Tadbirkorlik sohasidagi korxonalar o'zlaridagi ishchi xizmatchilarni sog'lom bo'lish uchun o'zlarida sport maydonchalari, sport uskunalari o'rnatib, sharoitlar yaratyapti. Bundan tashqari shunaqa tendensiya ketyaptiki, xodimlari sport bilan to'g'ri shug'ullanish uchun sport trenerlarini ham jalb qilish boshlandi. Bundan tashqari samarasiz bo'lib turgan davlat obyektlarini tadbirkorlarga aynan sport sohasini rivojlantirish uchun berish masalasini ko'tarildi. Bu albatta o'z ijobiy natijasini beradi. Sessiyada 2026-yil davomida viloyatda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, aholini sportga keng jalb etish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar belgilab olindi.